Hozir biz o'z mahsulotini 16 davlatga eksport qiladigan Kenji Gold qandolat fabrikasidamiz. Hozir sizlar bilan ichkaridagi ish jarayonini ko'rib chiqamiz. Kenji Gold 2006-yildan buyon faoliyat yuritib kelayotgan qandolat fabrikasi. Brend tarixi, sifat va ishonchga asoslangan. Bugungi kunda bu yerda zamonaviy ishlab chiqarish jarayonlari yo'lga qo'yilgan. Bugun Kenji Gold bir nechta ishlab chiqarish liniyalariga ega bo'lib, har kuni katta hajmda shirinliklar ishlab chiqaradi. Assortiment esa keng: pechenyelar, konfetlar va kekslar. Aytgancha, Nilo kekslarning ishlab chiqarilishi juda qiziqarli jarayon. Avval mahsulotlarga shakl beriladi, keyin ular maxsus sharoitda muzlatiladi. Shundan so'ng ichiga mazali shokoladli krem qo'yiladi. Keyingi bosqichda mahsulotlar sifat nazoratidan o'tadi va yakunda qadoqlashga yuboriladi. Ishlab chiqarish jarayoni deyarli to'liq avtomatlashtirilgan. Keks liniyalari Italiyada ishlab chiqarilgan uskunalar asosida ishlaydi. Konfet ishlab chiqarish uskunalari esa Germaniyadan keltirilgan. Konfet tayyorlash esa haqiqiy san'atdir. Jarayon nozik qandolat asosini tayyorlashdan boshlanadi. Keyin mahsulot maxsus vibratsion stolga yuboriladi. Bu bosqich ortiqcha havo pufakchalarini yo'qotib, mahsulot yuzasini mukammal silliq qiladi. Nuqsonli yoki shakli noto'g'ri bo'lgan mahsulotlar darhol saralanadi va iste'molchiga yetib bormaydi. Kenji Gold mahsulotlari nafaqat O'zbekistonda, balki 15 ta davlatda ham taqdim etiladi. Markaziy Osiyo, Yevropa, Yaqin Sharq va Xitoy. Kenji Gold sifatni tanlaganlar uchun siz ham bizning mahsulotlarimizni albatta tatib ko'ring.